Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizning Toshkent, Moskva, Vladimir, Chipaksa va Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Toshkent, Kazan, Nabrežniy Chili va Nijnikamsk yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun seshanba, juma va shanba kunlari 18:00 da Toshkent avtovokzalidan premyer reyslarimiz amalga oshiriladi. Bizning kompaniyamiz sizga kafolatlaydi ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reysimiz mavjud. Avtobusimizda esa sizga bo'lgan barcha qulayliklar, ya'nida qulay o'rindiqlar, 2 ta monitoring, 2 ta kuryer, konditsioner, zaryadnik, Wi-Fi va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olib ketsangiz bo'ladi va joylaringizni uzoq masofadan turib bron qilsangiz ham bo'ladi. Bizning Facebook, Instagram va Telegram tarmoqlarimiz ham ishlab turibdi. Agar sizga shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qilsangiz bo'ladi. Tanlovda adashmang, sog' bo'ling, salomat bo'ling.